Maqam mashina bozoridan Gentra narxlarni ko'rsatib boraman. Har xillardan bo'ladi. Variantga arzonga har xillardan. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bosangiz, bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimizda ularga ham ko'rsangiz, har xil videolarga qo'yib boraman. Sizni qanaqa mashinalar qiziqib turadi? Kommentariyga o'z fikringizni yozib qoldiring. O'shanga qarab har xillardan chiqarishga harakat qilaman. Sizga shafqat qilgan holda biz videomizni boshladik. Gentralardan ko'rsatib bo'lgan holatchasiga bitta e'tibor berib qo'ying. Holatchasi yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Amerikanka optirafarlar o'rnatilgan, mashina kuraga va shumka qilingan 4-pokoleniya propan tabletka gaz o'rnatilgan. Motor hadolarga bitta e'tibor bering. Qarang, motor hadolarida hech qanday ish yo'q. Motori ziver ekan, zo'r ekan, delkor akkumulyatorlarda. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlar yaxshi holatda turibdi. O'zi zavodskiy disklarida. Aka, mashina qayerda mashina? Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Salon ishlari ham yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Yurgan probegi 174 ta yurgan. Audisi mashina avtomatda, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Luklari bor ekan. Orqalariga e'tibor bering. Orqalari ham zo'r holatda turibdi. Aka, mashina qayer mashina? Mashina payriq mashina ekan. Orqalariga e'tibor bering. Tabletka gaz turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Optirafarlar o'rnatilgan originaldan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? Aka, oxiri 8600 qilib beraman. Xo'sh. Generalga berasizmi aka? Beraman. Bozor nechta pul qilib bermadingiz aka? Bozor aka, mana yerda hozir kirishda 8,5 qildi, bermadim. Xo'sh. Tirchilikka. Sizniki bo'lish qancha qilib berasiz aka? 600 qilib beraman aka oxiri. Xo'sh aka, generalga berasiz. Beraman. Telefon nomer? 93lik Xo'sh. 666 Xo'sh. 7608. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Interaldan ko'rsatib boraman. Yili 2015, texpasportim kuzovi 2015 ekan. Motor havo ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Biz motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motori yaxshi holatda ekan. Metan 100 taligidan o'rnatilgan. Delkor akkumulyatorlarda Amerikanka optirafarlar o'rnatilgan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Zavodskiy disklarda turibdi. Mejgar pultlari bor ekan, luklari bor. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Salon ishlari ham yaxshi holatda, zo'r holatda ekan. Yurgan probegi 187 ta yurgan. Monitor o'rnatilgan, mashina avtomatda. Orqalariga bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan. Rahmat ko'rsangiz bo'ladi. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Video registrator bor ekan. Orqalari zapaska balon joyda turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan. Yon tomondan ko'rinishida optirafarlar o'rnatilgan. Kraskasi ikkita kriloda bor ekan, ichiga o'tmagan, undan-pudar bo'lmagan ekan. Akamiz generalga ham berar ekanlar. 7300 deblar bu Gentraning sizlar uchun savdolash 7000 ga qilib qo'yapman. Aka, telefon nomer aka? 9lik 384 8034 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ulardan ko'rsatib boraman. Yili 2020, texpasportim kuzovi 2020 ekan. Labovoyni almashtirib berar ekanlar. Hozir motor xatolarini sizlarga ko'rsatib boraman. Aka, bitta kapotni ochib yuborasizmi aka? Mashina loyish mashina ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Ma'lumot ko'rsangiz bo'ladi. Motor havo ishlarida hech qanday ish yo'q. 4-pokoleniya propan tabletka gaz o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rinishlari 906 mejgar pullari bor ekan, luklari bor. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Salon ishlari ham yaxshi holatda ekan. Polliklari bor. O'zi zavodskiy chiqarlarda turibdi. Yurgan probegi 150 bitta yurgan audio sistema mashina avtomatda. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan. Bagaj ochib yuborasizmi? Video registratori bor ekan. Zapaska balon joyda bor turibdi. Propan gaz turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rishlari, kraskasi qayerlarda bor aka? 30% bor. Kapot kirlik eshigida bor ekan, lekin udar-pudar bo'lmagan, ichiga o'tmagan ekan. Akamiz bu Gentrani 8000 deblar, yana ozroq savdosi bilan o'tib ham berar ekan, choy narxda qilib. Generalga berar ekan. Variant inkubator bormi? Xo'sh aka, telefon nomer? 99lik 821 821 43 33. 43
303 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Birodardan ko'rsatib boraman. Yili 2019, texpasport ham, kuzov ham 2019 ekan. Farlar LED qilingan, Amerikanga farlari o'rnatilgan, mijgar pultlargacha bor ekan. Kraskasi top toza ekan. Bironta joyda kraskasi yo'q ekan. Любой usta bilan kelib tekshirib olsalaringiz bo'lar ekan. Motor xatolarida hech qanday ish yo'q ekan. Motori yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashina qayerda mashina aka? Mashina ishchiqon mashina ekan, tonirovkasi bor. Salonchilarga bitta e'tibor bering. Salonchilar ham yaxshi holatda turibdi. Poliga evakor tashab qo'yilgan, yurgan probegi 2 krug yurgan. Audio sistem mashina mexanikada, orqadan qo'lishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Ko'rsangiz bo'ladi, orqalari ham yaxshi holatda. Xo'sh, bagaj ochib o'rasizmi aka? Orqalari zapaska balon yo'q ekan, lekin berar ekan, bitta propan gaz turibdi. Yon tomondan ko'rishlari. Aka qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? 7800 deb ham avto brenddan chiqsangiz aka sizlar uchun savdolashib, tortishib 7,5 ga qo'yib ham faqat naqdga ekan. Taqalga 7,5 ga qilib beraman, bundan bir so'm ham o'tmayman debdilar. Aka, generalga berasizmi? Bo'ladi. Telefon nomer 77 lik. 102 2670 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Agar telefon ko'rsatib boring, holatchi bitta e'tibor berib qarang. Yili 2019, texpasport ham, kuzov ham 2019 ekan. Hozir sizlarga motor xatolarini ko'rsatib boraman. Motori yaxshi holatda ekan. 3-paketli metan gaz o'rnatilgan, metan 100 talikdan o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rinishlari to'rtta yumshoq balon zavodga disklarda turibdi. Luklari bor, salonchilarga bitta e'tibor bering. Salonchilar ham yaxshi holatda ekan. Malibu rollar o'rnatilgan, chuqurlari bor. Yurgan probegi 148 ta yurgan, audio sistem mashina avtomatda. Orqalari ham qarang, orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan. Mashin Jizzax mashina ekan, metan turibdi 100 talik. Zapaska bilan joyda bor. Yon tomondan ko'rinishlari. Kraskasi bir 20% bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 8000 yana suratga ham o'tib berar ekanlar, cho'naqda qilib berar ekan, faqat narx ekan, generalga berar ekan, любой dokumentda muammo yo'q ekan, qilib berar ekanlar. Telefon nomer 93lik 223 57 77 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Interlardan ko'rsatib bor holatda bitta e'tibor berib holati yaxshi holatda saqlangan. Yili 2022, texpasport ham, kuzov ham 2022 motor xato ishlari hech qanday ish yo'q ekan. Mashina benzinda 906 mijgar pultlari bor. Tonirovkasi bor, luklari bor. Salonchilarga bitta e'tibor berib qarang. Qo'lga evakor tashlab qo'yilgan. O'zi zavodga chiqonlarda yurgan probeg 70 tagina yurgan. Motor yaxshisi o'rnatilgan, mashina avtomatda. Orqalari, ma'lumot ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan mashinani. Mashin o'zi Toshkent mashini, lekin Kattaqo'rg'onda turgan ekan. Orqalariga bitta qarang, e'tibor bering. Video registrator bor ekan. Zapaska balon tushgan ekan, orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi mana shu yerda fitnochasi bor ekan, sepilgan ekan, kraskaga ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Gentrani 11800 deblar, sizlar uchun savdolashib 11,5 ga qo'yapman. Telefon nomer aka 97lik 22 Generalga berasiz aka? Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Interlardan ko'rsatib bir holatcha bitta e'tibor berib holatchasi yaxshi holatda ekan. Yili 2021 ga 2022, texpasport 2021, lekin kuzov 2022 ekan. Amerikanga farlar o'rnatilgan. Mashin benzinda, kraskasi ideal holatda ekan, toza holatda ekan kraskasi. Bironta joyda qirilgan joylari yo'q ekan. Bu usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi, zavodga disklarida turibdi, luklari bor. Salonchilarga ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salonchilarga bitta e'tibor bering, salonchilar ham zo'r holatda ekan. Evakor poliklar tashlab qo'yilgan.
Yurgan probegi 57 ta yurgan, o'zi halol yurgan probegi. Audi mashina avtomatda, orqadan ko'rishlari. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqalarini bitta ko'rsatamiz aka, mana ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mashina payariq mashina ekan. Video registratori bor. Orqalari mana zapaska balon bor ekan. Joyda turib, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rishlari. Akamiz bu Gentra'ni 12 ming deb sizlar uchun savdolashib tortishib 11 yangi qo'yibman. Faqat naqd ekan, ginalka berar ekanlar. Telefon nomeri aka? 93lik 347 47 44 14 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Buradan ko'rsatib boraman. Yili 2019 holatchasiga bitta e'tibor bering. Holatchasi yaxshi holatdagi, tex pasport ham, kuzov ham 2019 ekan. Hozir motor hadolari ko'rsatib boraman. Motor yaxshi holatda ekan, metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hado ishlari hech qanday ish yo'q ekan. Delkor akkumulyatorlarda yon tomondan ko'rishlari 4 ta yumshoq bo'lib, o'zining zavodskiy disklarda turibdi. Labovoylar gerb qilingan, lyuklari bor, tonirovkasi bor ekan. Salonchilarga bitta e'tibor bering. Salonchilar ham yaxshi holatda, zavodskiy hollarda turibdi. Yurgan probegi 106 ta yurgan, monitor o'rnatilgan, mashina avtomatda. Video registratori bor ekan. Orqalariga bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda saqlangan ekan mashina. Kraskasi ikkita shu bakovoy ikkita tomonida bor sherida, lekin ichiga o'tmagan, o'dar-pudar bo'lmagan ekan. Orqalari zapaska balon joyda turibdi. Metan turib 90 talik. Mashina qayerda mashina aka? Mashina Pastarqom shahar mashina aka. Aka qancha so'rayapsiz? 9200. 9200 Samavto brendidan chiqsa 8900 ga narxga berar ekanlar. Bundan bir so'm tushmay ekanlar. Ginalka berasiz. Variant inkubator bor. Gaplashamiz. Telefon nomer 91lik 555 555 555 66 66 90. 90 telefon qilib aloqaga chiqasiz.